Assalamualaikum qarindoshlar. Javodan so'z yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 9-sinf darsimiz. Bu qismliq darsimizda biz mashg'ulotlarning eng oxirgisi logikalik mashg'ulotlarni o'rganamiz. Uningdan keyin mashg'ulotlar tamomlandi. Biz arifmetikalik mashg'ulotlar, vazifa mashg'ulotlari, selishtirish mashg'ulotlarini o'rgangan. Bu qismliq darsimizda eng oxirgisi bo'lgan logikalik mashg'ulotlarni o'rganamiz. Logikalik mashg'ulotlar degan nima deganda hamda yoki emas. Mana bu emasni undash belgisini kelganda biz o'rganib bo'lgan. Shunaqa. Hamda bilan yoki. Hamda deganda mana ko'rganingizdek ikki hamda belgisi bilan ifodalaydi. Yoki deganda ikki tuz siziq bilan ifodalaydi. Bu nima degan gap desanglar, men Eclipse ni ben tushuntirib qo'yay. Bir package quray. Hamda har qism package qurmsanglar bo'ldi. Mana 7. kuniga bunun bir class kursam yine logical operators İngilizce şuna dedim logical operators. Ben bu ne? Boolean, true or false bilen boolean degan bilsang o soliq ma'lumot buni. Shuningdek, to'g'ri yo xatolik bilan tushuntirib qo'y. Birinchisi hamda ma'belga. Bu nima degan gap desanglar? Masalan, shartning o'ng taraf ikkili shart yoki qancha shart bo'lsa, her ikkilisini qanoatlantirish kerak. Masalan, birisi to'g'ri, true degan to'g'ri degan gap. Hamda yana birisi to'g'ri bo'lganda, yana birisi to'g'ri bo'lsa, to'g'ri bo'ldi bu, tushunami? O'ng tarafim to'g'ri, sol tarafim to'g'ri. Mush ikkilisini o'z ichiga oldi demakchi. Hamda degani ma'nim qanoatlantirish kerak shartni. Ma'nim qanoatlantirish kerak degan gap. Hamda masalan ma bu to'g'ri true deb, ma false bo'lib qolsa-chi. Yerimi to'g'ri, yerim xato bo'lib qolsa qanday bo'ldi? Bu xato bo'ldi. Mana false xato. Cho'qim qanda? Ma'mi to'g'ri bo'lish kerak. Yoki qanda? Ma'mi xato bo'lish kerak. Uningki nima? To'g'ri bo'ldi. Ikkilis qanoatlantirdi demakchi. Ya'ni demakchi o'g'lim, ma'mi xato bo'lib qolsa qanda? Bu xato bo'ldi demakchi. Chunki bu ikkisi xato. Ambiyat nima demakchi deganda biz masalan bir son bor deylik. U son 2 0dan kichik, shunami? Bu to'g'rimi, xatomi? Bu xato. 7 9-o'ng. Bu to'g'rimi, xatomi? Bu xato, shunami? Ikkisi xato. Bu ikkisi xato qanday bo'lish kerak? Bu xato oldi demakchi. Agar birisi to'g'ri bo'lib qolsa-chi, 1 0-o'ng. 7 9'un ma'lum birisi xato, shunami? Bu xato. Her ikkilisi bo'lish uchun qanday qilish kerak? Ikkilisi qanoatlanish kerak. Ondan keyin to'g'ri bo'ldi. Bu hamda. Buni keyin biz shartli jumla o'rganganda bak tafsil to'xtalamiz, ya'ni if statement deydi inglizcha. İkincisi nima? Yoki. Shift'ni bosib, ma sol yan tonu bassanglar, sol yan tonu knopkasini. Ondan keyin chiqadi yoki. Buni nima degan desanglar? Ya bir to'g'ri. Masalan, ma bu true, ma false. Shunaqa?
Qaytaman qozay. To'g'ri chiqdi. Nima ish qilsang, ma false qilib yana to'g'ri chiqdi detsanglar. Ma yoki cho'qim bir to'g'ri bo'ldi. Ya ma to'g'ri, ya ma to'g'ri. Birsam to'g'ri bo'lsa, bu true oldu. Lekin maningda hamda cho'qim ikkili taraf to'g'ri bo'lish kerak. Ikkili shartni qanoatlantirish kerak. Maningda birsam qanoatlansa bo'ldi. Masalan, bir tang 0. Mush to'g'rimami shu? Bir 0lik tangmi? Bir 0lik tang emas. Shunaqa shun xato, false. 0 minus 1dan cho'ng. Ma to'g'ri shunami? Shuni to'g'ri chiqdi demakchi. Endi eng oxir qisqanda, uchinchisi biz buni o'rganib bo'lgan. Emas demakchi, undash belgisi emas. Buni menga yapsanglar. Buni menga yapsanglar. Masalan, 1 0lik tang emas demakchi. Shundaqda? True mana. True degan to'g'ri degan gap. Mushu tang emas yoki hamda belgilari shu logical operators, ya'ni logikalik mashg'ulotchilar. Bugungi darsimiz mushagicha. Tushunmagan savol solsangiz inkos shakl qolsangiz bo'ladi. Rahmat.